Dostlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi tudinglarmi? Men Urumchi Mehribon oila mulozimat shirkatining qurg'uvchisi Gohar Niso bo'laman. Do'stlar, bizning shirkatningki mulozimatlari bo'lsa, tug'utliq ayollarni qirqidan chiqarish, cho'nglarga qarash, kasallikka qarash, doktorxonada kasallik qarash va uyda kasallik qarash, 0 yoshdan 3 yoshgacha kelgan bolalarga qarash, uyga akilib bolalarga qarash, uyga akilib cho'nglarga qarash o'zining uyida. Muşunda mülazimet türleri bilen şug'ullanamiz. Devletimizden her qaysi joylarga berib, tug'ut beqivatgan, kasal beqivatgan, oila xizmatini qilayotgan, oldin qatardagi naytim o'lchamga toshgan xizmatchilarimiz bor. Do'stlar, muşunda xizmatga ehtiyojinglar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Muşunda xizmatni qilmoqchi bo'lgan do'stlar, men bilan aloqalashsanglar, men sizni mush o'lchamga yetkazib tarbiyalab Muşundaq işliq o'rinlashtiraman. 55 yoshdan 20 yoshgacha Şinjanning Abnum rayonining har qaysi joylaridan kelgan ishligisi bor. Oilada ishligisi bor, mulozimat qiyg'usi bor do'stlarni bir qo'lliq tarbiyalab, o'lchamga yetkazib, yuqori maosh bilan ishga o'rinlashtiraman. Agar mushu mulozimatga ehtiyoji bor do'stlarning men bilan aloqalashib, mush xizmatchilarimni bir xizmatga o'rinlashtirishimga menga yordam qilishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Mamlakatimiz, davlatimizning har qaysi joylarga berib ishlayotdi. Bizning Uyg'ur ayollarining masalan Otish deymiz, Qashqa, Xotan, Oqsu, Ko'rla, Turpan, Urumchi, G'ulja, har qaysi joylardan kelgan ishlaydigan ayollarimiz bor. Hem işligisi şu iş bilan shug'ullanaychi deydigan ayollar kelib men bilan aloqalashinglar. Men o'lchamga yetkazib, sizni yuqori maosh bilan ishga o'rinlashtiraman. Bilamdi? Mening ismim Gohar Niso, telefon nomerim bo'lsa 13 39 82 43 46.